Ramazonda o'qish qiyinmi yoki biz o'qish uchun noto'g'ri vaqt tanlayapmizmi? Muammo aslida nimada? Gap shundaki, bizni uyqumiz buziladi, kechasi kech uxlaymiz va uyqu kamligi nimaga olib keladi? Biz Ramazon vaqtida eski grafik bo'yicha ishlashga harakat qilganimiz sababdan biz charchaymiz va hech qanaqa informatsiya miyamiz qabul qilmaydi. Ikkinchi masala bu energiya kamligi, ayniqsa kunduzgi vaqtda bizda uyqu kamligi sababli motivatsiya yo'q holati kelib chiqadi. Ya'ni bizda o'sha hammada bo'ladigan brain freeze holati, miya hech qanaqa informatsiya qabul qilmaydi, hech nima qilgimiz kelmaydi va ana shunaqa holatda biz to'xtab qolishimiz kerak emas. Ya'ni bizda o'sha Ramazondan keyin davom ettiraman yoki iftorlikdan keyin qilaman degan fikr bo'lishi kerak emas. Ramazon vaqtida sekinlashish bo'ladi, bu to'g'ri, ammo bu to'xtab qolish periodi bo'lishi kerak emas. Uchinchi muammo, bu eng mashhur muammo, ya'ni keyinroq o'qiyman sindromi. Biz nima qilamiz? Kunduzi charchaganimiz sababli hamma ishni biz iftordan keyinga qoldiramiz. Ammo biz iftor vaqtida ovqatga, social mediaga, do'stlarimiz, oilamiz bilan vaqt o'tkazishga sarflaymiz va soat 11-12 bo'lganda sezmay qolamiz. Nima bo'ladi? Biz nima qilishga ulgurmaymiz va bizda hech nimaga ulgurmayapman, Ramazonda o'qiy olmayapman degan fikr paydo bo'ladi. Nima qilish kerak? Xo'p, haqiqatan ishlaydigan sistema bor. Ya'ni bu nima? Biz reja qilamiz, kunimizni 3 ta asosiy qismga bo'lgan holda o'qishga yondashamiz. Eng asosiy qism bu saharlik vaqtida, hamma saharlikka uyg'onadi va ana o'sha saharlik qilib bo'lgandan keyin biz hatto 40-60 daqiqani biz ingliz tilining eng qiyin aspektlariga sarflashimiz kerak. Ya'ni nima qilamiz? Grammatika, writing siz uchun qiyin bo'lgan aspektlarni o'sha vaqtda o'qisangiz, ya'ni bizning brainimiz, ya'ni miyamiz toza holatda, fresh, hamma informatsiya qabul qiladigan holat. Ikkinchi vaqt bu, ya'ni kunduzgi vaqt. Biz charchaganmiz, energiya kam va bu vaqtda biz kamroq energiya talab qiladigan tasklar bilan shug'ullansak bo'ladi. Ya'ni nima qilamiz? Revision qilishimiz mumkin, ya'ni qaytarish, lug'atni qaytarishimiz mumkin yoki o'zingizga oson bo'lgan tasklar, reading, listening practice qilsangiz bo'ladi. Va eng so'nggi vaqt, ya'ni bu iftorlikdan keyingi vaqt, ya'ni sizda ovoz ochilgan, qoningiz to'q, kayfiyat yaxshi va bu vaqtda siz speaking practice'ga vaqt sarflasangiz bo'ladi, chunki sizda confidence hissi bor, ya'ni o'zingizga ishongansiz, kayfiyatingiz yaxshi va bu speaking qilish uchun eng yaxshi vaqt hisoblanadi. Eng muhim parti shu yerdaki, biz Ramazon vaqtida sekinlashganimizga qaramagan holda biz to'xtab qolishimiz kerak emas. Ya'ni Ramazonda 100% ishlash shart emas. 60-70% barqaror yaxshi practice 0% aybdorlik hissiga olib keladi. Ya'ni biz hech qanaqa pushaymon qilmagan holatda o'qishimizni davom ettira olamiz. Agar sizda ham Ramazon vaqtida rejalaringiz buzilib ketayotgan bo'lsa va o'qishda qiynalayotgan bo'lsangiz, kommentda yozib qoldiring va ushbu aytib o'tilgan rejaga qarab, o'zingiz energiyangizdan kelib chiqqan holda o'zingizga study plan, ya'ni o'qish planini tuzib chiqing. Shunaqa foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.